Uzun ignali tipratikan. Bu hayvon o'zining uzun tikanlari va tungi hayot tarzi bilan ajralib turadi. Bu hayvon zaifga yaqin, mozaik tarqalgan, kam uchraydigan tur hisoblanadi. Ustyurt tekisligida uchraydi. Shuningdek, g'arbiy Pomir Oloy tog' etaklarida yashaydi. Rasmdan ko'rinib turganidek, uning tanasi qalin va uzun ignalar bilan qoplangan. Bu ignalar uni dushmanlardan ishonchli himoya qiladi. Oddiy tipratikanlardan farqli ravishda uning ignalari uzunroq va rangi to'qroq, ya'ni qora rangga yaqin bo'ladi. U asosan tunda faol bo'ladi. Turli hasharotlar, chayonlar va mayda hayvonlar bilan oziqlanib, tabiatga va qishloq xo'jaligiga katta foyda keltiradi. Ushbu tipratikan turi O'zbekiston Qizil kitobiga kiritilgan. Yashash joylarining o'zgarishi va inson faoliyati natijasida ularning soni kamayib bormoqda. Ularni saqlash hasharotlar sonini tabiiy yo'l bilan nazorat qilishda juda muhimdir.